Jahon banki direktorlar kengashi Tojikistondagi Rog'un gidroelektr stansiyasi qurilishini moliyalashtirishning ikkinchi bosqichini ma'qulladi va bu bosqich uchun $300 million miqdorida grant ajratilgan. Gap balandligi 335 metr bo'lib loyihalashtirilgan Rog'un GESi haqida bormoqda. Ushbu ulkan inshoot qurilishi to'liq yakunlangach, dunyodagi eng baland to'g'on unvonini qo'lga kiritadi va hozirda xuddi shu nom uchun kurashmoqda. Loyihaning umumiy qiymati taxminan $6.3 milliard ga baholanmoqda. Rog'un GESi Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon tashabbusi bilan mamlakatning asr loyihasiga aylantirilgan va ushbu ulkan inshootni yakunlash uchun hukumat davlat budjetidan milliardlab mablag' ajratish bilan bir qatorda doimiy ravishda xalqaro moliyaviy institutlardan yordam izlab kelmoqda. Jahon banki loyihani yakunlashdan manfaatdor bo'lgan taxminan 11 ta xalqaro sudxo'r banklar va fondlarni o'z ichiga olgan Rog'un muvofiqlashtirish guruhiga raislik qiladi. Bu guruh Tojikistonni qarzga botirmoqda va hozirgi hukumatni qattiq nazorat ostida ushlab turibdi. Jahon banki odatda kambag'al mamlakatlar manfaatlariga zid bo'lgan o'z shartlari bilan uzoq muddatli sudxo'rlik kreditlarini taqdim etadi. Bu bank Amerika boshchiligidagi g'arb mustamlakachi kuchlari tomonidan iqtisodiy gegemonlikni saqlab qolish va butun dunyoda o'z manfaatlarini himoya qilish uchun ishlatiladigan vositalardan biridir. Bugungi kunda dunyoning barcha mamlakatlari kapitalizm olovida yonmoqda va kapitalistlarning jinoyatlari misli ko'rilmagan cho'qqilarga yetdi. Kapitalizm va uning tizimlari ildizi bilan sug'urib olinib, tarixning axlat qutisiga uloqtirilmas ekan, uni aslo davolab bo'lmaydi. Musulmonlar islomning adolatli tuzumini, olamlar Robbisining qonunlarini hayotga tatbiq etadigan payg'ambarlik minhoji asosidagi Roshid xalifalik davlatini barpo etishlari kerak. Biroq kofirlar buni xohlamaydilar. Bu haqda Alloh subhanahu va taolo shunday marhamat qiladi. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Na ahli kitoblardan bo'lgan kofirlar va na mushriklar sizga Parvardigoringiz tarafidan bir yaxshilik tushishini istamaydilar. Alloh esa rahmat marhamatini o'zi xohlagan kishilarga xos qilib beradi. Alloh buyuk fazli karam sohibidir.